Көктүрік ханлығының хақанлары. Көктүрік ханлығы түріклерінің ашина ұрық тәріпідін құрылған болып, шәріқті Ляухы дариясыдың ғәріпті Каспий деңізгіче, шималда Байқал көлідің, жәнупта сәдечінгічі болған кәң территорияда 2 әсірге якын вақыт хөкім сүрген. Bu xanlıq miladiya 3-cü əsrinin o'ttirlaridan buyon Asiyaning shimoliy qismi bilan g'arbiy qismida davom qilib kelgan uzoq muddatlik tarqoqchilik, bo'linmachilik vaziyatiga xotima berib, Osiyo qit'asining qop o'ttirisidan kesib o'tgan 10 ming chaqirimlik musofada birlikka kelgan ko'p millatlik rayon gavdasini hosil qilgan. Bu davrda Shimoliy Osiyo yayloqlaridagi nurg'un qabila va millatlar mazkur xonliq atrofiga zich uyushib, ikkinchi qatimliq turklashish davriga, shundaqla yangicha ko'k turk madaniyati davriga qadam qo'ygan. Xonliq parchalanishdan burunqi xoqonlar. Oshina tuman. Oshina tuman ko'k turk xonligining qo'rg'uchisi. 551-dan 552 yilgacha taxtda o'ltirgan. U ayrim manbalarda Bumin qag'an, Ilik qag'an, Il qag'an, Tuman qag'an degandek nomlar bilan mu atalgan. Oshina tuman xonligini qurib chiqishdan burun turklar Yinsay daryosi vodisidan Tangri tig'i atrofiga ko'chib kelib, ya'ni 5-asrning boshlari bu joyda chorvachilik, ko'mirchilik, to'mirchilik va boshqa har xil qo'l hunarvanchilik kasblari bilan shug'ullangan. Biroq 5-asrning o'ttirlariga kelganda Gobi cho'lligining shimoliy qismida qad ko'targan Jujan xonligi o'z ta'sir doirasini Tangri tig'ining sharqiy va Jungar o'ymonligigacha yetkazib, turk aholilarini Altay tog'larining janubiy etaklariga ko'chishga majburlagan. Hamda ularni o'zlari uchun to'mir qurollarni yasaydigan, ya'ni bozg'anchi qullarga aylantirgan. 5-asrning oxirlari Jujan xonligiga qarashliq bo'lgan Qonqirlarning Puvog'ir qabilasining boshlig'i Apurg'urning Jujanlarga qarshi isyon ko'tarishi va 487-yili Turpan o'ymonligini markaz qilgan holda mustaqil xonlik qurib chiqishi bilan Oshina urqi boshchiligidagi turk aholilari bir mezgil Jujan oqsoqlarining zulmidan qutulgan. Lekin uzoq o'tmayla Jujanlar turklarni yana bir qatim o'z hukmronligi ostiga elib, ularga bo'lgan zulmini yilma-yil kuchaytirib borgan. Bundaq ahvolda Oshina urqining oqsoqili Oshina tuman Jujanlarning hukmronligidan uzil kesil qutulish uchun g'arbiy Vey sulolasi bilan do'stlik munosabati o'rnatib, o'z o'rnini dastlabki qadamda mustahkamlagan hamda Tili qabilalarining Jujanlar bilan bo'lgan urushiga aralashib, urushda mag'lub bo'lgan qabilalarni o'z atrofiga uyushtirgan. 546-yilga kelganda Qonqil xonligining Jujanlarga qarata urush qo'zg'agan fursatidan foydalanib, Qonqirlarning orqa tarafidan tuyuqsiz hujum qilib, Qonqil xonligini yo'qotgan va xonliqning 50 necha ming uylik aholisini o'ziga qo'shib olgan. 551-yili G'arbiy Vey sulolasi uningga Changli malikasini yotliq qilgan. Shuningdan e'tiboran Oshina tuman hujum tig' uchini Jujanlarga qaratib, avval Jujan xaqani Anag'ayga qudilishish maqsadida elchi avatgan. Anag'ay nihoyatda darg'azab bo'lib, ya'ni sen mening to'mirchi qulim turuqliq shu gapni qilishga nima hadding deb elchi orqali uni haqoratlagan. Qudilishish talabi hurmatsizlik bilan rad qilingandan keyin Oshina tuman rasmiy harbiy harakat qo'llanib 551-yili bahorda
Xuyxuang, ya'ni hozirgi Xibey o'lkasining Jangbey nahiyasining shimoliy qismida Jujan qo'shinlarini qattiq mag'lub qilgan. Anag'ay mag'lubiyat izzasidan noiloj o'zini o'ltirib olgan. Shu yili Oshina tuman O'tgan tig'i, ya'ni hozirgi Hangay tog'larining sharqiy tarmog'ida o'zini Il Qag'an deb atab Ko'kturk xonligining qurilganligini jakarlagan. Yandurqi yili u vafot bo'lgan. Oshina tuman raqiblarini bir-birlab yengib, barliq turk qabilalarini muvaffaqiyatli holda bir tog' ostiga yiqqan hamda turk xalqlari tarixida shonliq sahifa qoldirgan. Shunga u keyingi turk xoqonlari tarafidan hurmat bilan tilga ilingan. Masalan, 1889-yili hozirgi Mongoliya Xalq Jumhuriyatining Xushu saydamdan tepilgan Ko'ltekin mangu teshida bu haqda, ya'ni ustimizdagi ko'k osmon bilan ostimizdagi qo'ng'ir tuproq yoritilganda, ikkisining orasida inson bolasi yoritilibdi. Inson bolasi ustida ota bovam Umin Xoqon, İstami Xoqon o'ltiribdi. Ular taxtda o'ltirib Türk xalqining elini quribdi va uning qog'un tuzumini tuzib beribdi. Bu chaqda to'rt atrofdagilarning hammasi ularning dushmani ekan. Qo'shin chiqarib to'rt atrofdagi xalqning hammasini qo'lga keltiribdi. O'ziga bo'ysundiribdi. Beshi ballarini bosh o'ldiribdi. Tizi ballarini tizlandiribdi. Ularni sharqdan toki Qodir qon tog'lari, g'arbdan to Temir qapqig'icha bo'lgan joylarga o'ltiraqlashtiribdi. Ular Dana Xoqon ekan, Batur Xoqon ekan, beglari va xalqimo sodiq ekan degan xatlar qoldirilgan. Qara Qag'an Oshina tumanning o'g'li. U otasining vafotidan keyin Ko'kturk xonligi taxtiga chiqqan. 552-yilidan 553-yilgacha taxtda o'ltirgan. Qara Qag'an ba'zi manbalarda, ya'ni Qala, Al-Ishik Qag'an degandek nomlar bilan atalgan. U taxtga chiqqandan keyin otasining ish izlariga varislik qilib, Jujanlarning qoldiq kuchlari bilan bo'lgan kurashni davomlashtirgan hamda Jujan qo'shinlarini orqa-orqadan mag'lub qilib, o'zining ta'sir kuchini zo'r darajada kengaytgan. Biroq u taxtga chiqib 1 yildan keyin, ya'ni 553-yili kasal sababidan vafot bo'lgan. Yandu Erkin Oshina tumanining yana bir o'g'li. U aksi Qara Qag'anning vafotidan keyin xoqonlik taxtiga chiqqan. 553-yilidan 572-yilgacha taxtda o'ltirgan. U tarixda, ya'ni Muqan Qag'an degan nom bilan atalgan. Yandu Erkin nihoyatda botur ham istidodli kishi bo'lib, Türk xonligini qudrat topqizish uchun tövandagidek faoliyatlar bilan shug'ullangan. Birinchi, u xonliqqa keladigan yushirin tahdidni yo'qotish uchun Jujan xonligining qoldiq kuchlariga qarata jazo urush elib berib, 555-yili Jujanlarni uzil-kesil yo'qotgan hamda qumliqning shimolini birlikka keltirgan. Shuningdan e'tiboran nurg'un turk aholilari poyonsiz Mongol yayloqlariga qarab ko'chishga boshlagan. Ikkinchi, bir qator kengaymichilik urushlarini elib berish orqali ilgari keyin bo'lib Mongol qabilalarini va Manjuriyaning g'arbiy janubidagi qitonlarni, Yensay daryo bo'yidagi qirg'izlarni, Gansuning g'arbiy shimoliy va Chinxay o'lkasi atrofidagi Tuyg'un qabilalarini bo'ysundirib, bu rayonlarni o'z hukmronligi ostiga olgan. Uchinchi, o'ttir tuzanglikdagi Shimoliy Ju va Shimoliy Chi sulolalariga qarata harbiy hujum siyosatini qo'llanib,
ular bilan ba'zi janglarni elib borgan. Lekin ularning qattiq qarshilig'iga uchrab, davomli harbiy harakat qo'llanishga mumkin bo'lmagan. Shunga u jonliq tadbir tuzib, o'z qizini Shimoliy Ju qog'ani Vudiga yotliq qilish orqali Shimoliy Ju sulolasini o'ziga tortib, Shimoliy Chi sulolasini yolg'iz qoldirgan. 4. Tağısı İstami qağanni 100 ming kishilik qo'shinga qo'mondan qilib, xonliqning g'arbiy qismiga harbiy yurish qilishga avatgan. İstami qağan nihoyatda dabdaba bilan yo'lga chiqib, oldi bilan Ili va Talas daryo vodilaridagi burunqi uysunlar ziminini o'z ilkiga olgan. Andin O'rta Osiyodagi Sir daryo vodisi va Pamir tağlar atrofini egallab, o'zining hujum tig'uvchini Badaxshonni markaz qilib qurilgan İftalit xonligiga qaratgan. Ayni chaqda İftalitlar Irondagi Sasoniylar sulolasi bilan dushmanlik holatida bo'lg'achqa, İstami o'zgacha diplomatiya siyosatini yo'lga qo'yib, o'z qizini Sasoniylar sulolasining qog'ani Xusrav Anoshirvanga yotliq qilish orqali uning bilan do'stlik munosabati o'rnatgan. Buning bilan u Xusrav Anoshirvan bilan birlikda İftalitlarga qarshi hujum qo'zg'ab, 567-yili İftalit xonligini uzul-kesil yo'qotgan hamda ularga qarashliq Amu daryosi vodilaridagi keng ziminlarni Turk xonligining boshqarishiga o'tkazgan. Keyingi davrlarda İstami qağan Sasoniylar sulolasi bilan Sharqiy Rim imperiyasi o'rtasidagi o'tkir ixtiloflardan foydalanib, Sharqiy Rim imperiyasining xaqoni Justinus II asirga tushgan bir qirg'iz malikasini yotliq qilish orqali uning bilan o'zaro do'stlik aloqasi o'rnatgan. Hamda 571-yili ikki taraf tang qo'shin chiqarib Sasoniylar sulolasining bir qism rayonlarini besib olgan. Natijada Ko'kturk xonligining zimini mislsiz darajada kengayib, xonliq o'zining dastlabki mazgildagi oltin davriga qadam qo'yishga boshlagan. 572-yili Xaqon Yandu Erkin o'z ajili bilan o'lgan. Tabar qağan Tabarxon Yandu Erkinning inisi. U akasining vafotidan keyin Ko'kturk xonligi taxtiga chiqqan. 572-yilidan 581-yilgacha taxtda o'ltirgan. U ayrim manbalarda, ya'ni Taspar qağan, ya'ni Taba qağan, ya'ni Tababi qağan degandek nomlar bilan tilga ilingan. Tabar qağan davrida Türk xonligi texmi qudrat tepib, Shimoliy Osiyo yayliqidagi eng qudratli davlatga aylangan. İşpara qağan İşpara xon Oshina tumanning o'g'li. U tarixda, ya'ni İlkuluk Bağa İşpara xon, ya'ni İlkuluk Shah Bağa İşpara xon degandek nomlar bilan atalgan. İşpara xon Tabar xonning vafotidan keyin Ko'kturk xonligida paydo bo'lgan kaskin taxt talashish ko'rishi jarayonida o'g'li Yalloq Tekinning qo'llashi bilan Xoqonlik taxtiga chiqqan. 581-yilidan 583-yilgacha taxtda o'ltirgan. U taxtga chiqqandan keyin suyurg'anlik tuzumini yo'lga qo'yib, Yalloq Tekinga Tug'la daryosi vodilarini, Yandu Erkinning o'g'li Tarmangu Xaqonga O'tkan teg'ining g'arbiy shimolini, İstami qağanning o'g'li Tardush qağonga Ili daryo vodilarini, inisi Cho'ri Ko'kilga Tatar rayonlarini bo'lib bergan. Buning bilan xonliqning asosiga xavf yetadigan yangi ma'muriyat tuzumi, ya'ni suyurg'anlik sistemasi borliqqa kelib, markazning huquqi asta-asta ojizlashishga boshlagan. Keyingi amaliyot bu nuqtani to'liq isbotlagan. İşpara qağan
xonliqning ichki qismida bosh ko'tarayotgan har xil ziddiyatlarni pasaytish va xalqning diqqat e'tiborini sirtqa burash uchun 582 yili 400 ming kishilik qo'shin bilan Suy sulolasiga hujum qo'zg'ab, shimoliy chegara rayonlarini ig'ir darajada bulang-talang qilgan. Urushda Ishbaraxon garchi zo'r g'alabalarni qo'lga keltirgan bo'lsa-mu, biroq xonliqning ichki qismidagi o'tkir ixtiloflarni hal qilishga qodir bo'lolmagan. Uning ustiga bu davrda xonliqda qattiq ocharchilik yuz bergan. Shuning bilan billa turk dalasida yana ig'ir jut bo'lib, nurg'un mol varallar yem xashakning qisliqidan qirilib ketgan. Xalqning turmush buyumlari tugab, ya'ni ochliq so'ngakka yetishdek qo'rqinchli vaziyat shakllangan. Bu hol xonliqdagi har qaysi so'yirg'anlarning parchalanishini keltirib chiqarib, 583-yili 32 yil hukm surgan bir butun ko'k turk xonligi oxir ikkiga bo'linib ketgan. Shuningdan e'tiboran Ishbara Qog'on va uning o'g'li Yalluq Tekin hukmronlikdagi rayonlar, ya'ni Sharqiy Turk xonligi, Tardush Qog'on va Tarmang'u Qog'on boshqarishidagi rayonlar, ya'ni G'arbiy Turk xonligi deb atalgan. Altay tog'lari ikki xonliqning chegara fasili qilingan.